Assalomu alaykum hammaga. Biz YouTube kanaliga yana qaytdik. Instagram, YouTube, Telegram hammasi bor. Bizning opisaniyada kirsangiz, hammasiga obuna bo'ling. Like qo'yamangizlar. Biz YouTube ga yana qaytdik. Bugungi texnikalarimiz hammasi sizlar uchun. Bitta like bosib tashlangizlar. Biz ijodda to'xtamaymiz. Hammaga oldindan rahmat. Onda biz boshladik. Qashqadaryolik obunachilarimiz bo'lsa, bitta like ayamay bosib o'tib ketingizlar. Bugungi texnikamiz Zil 130 rusumli texnikamiz sotuvga qo'yildi. 91-yilda ishlab chiqarilgan holati va ideal holatda. Yoqilg'i turi metan, holati va shikarni zo'r, salonlarni ham akkuratni qilib, chiroyli qilib qo'yibdi. Narxga keladigan bo'lsak, 150 million narx so'rashmoqda, kelishtiramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Agarda qiziqqan tomoshabinlarimiz bo'lsa, ekran qarshisida telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumot yana ham oling. Marhamat. Keyingi texnikamiz Navoiyda. Ushbu texnikamiz Belarus 80 bo'ladi, 3 kalisali eski Bepisga. Ushbu texnikamiz ishga tayyor holatdagi texnika, olib bemalol ishlatishingiz mumkin. Takimitlarda muammo bo'lmaydi. Ushbu texnikamizga 30 million narx so'rashmoqda. 30 milliondan oz kami bor deb ma'lumot qoldirishgan. Qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Ekran qarshisiga nomerlarni yozib qoldiramiz. Qo'ng'iroq qiling, marhamat. Bu texnikamiz ham Navoiydan akamizga tegishli, 10 million narx so'rashmoqda. T28 3 kalisali ishga tayyor holatda bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Ekranda nomerlarni yozib qoldiramiz. Qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot yana ham olishingiz mumkin. Marhamat. Prisib axtarib yurgan obunachilarimiz uchun Toshkent viloyatidan prisib sotiladi. Ko'rib turibsiz, soz holatda, remontlik joylari yo'q. Narxi 8 million so'm, kelishamiz deb yana ham ma'lumot qoldirishgan. Agarda qiziqqan tomoshabinlarimiz bo'lsa, ekran qarshisidagi nomerga qo'ng'iroq qiling. Egalar tomonidan yana ham batafsil ma'lumot oling. Marhamat. 220 million pulim bor, ekskavatorning zo'ridan olaman degan obunachilarimiz uchun ekskavator sotiladi. Akklamator qo'yasiz. Qolgan joylari soz holatda yuradi deb ma'lumot bermoqda. Og'irligi 39 tonna. Narxga keladigan bo'lsa 220 million so'm, yana ham kelishamiz deb ma'lumot qoldirishgan. Agarda qiziqqan tomoshabinlarimiz bo'lsa, quyidagi nomerga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Marhamat.